Tak, assalomu alaykum. Tak, mana Kaptar bozoriga keldik. Xo'sh, Navoiy shahri. Endi kaptarlarcha unaqa zo'rlar emas. Zotga unaqa kuch bermaydi. Ko'pchilik основной shu o'yin uchish bo'lsa bo'ldi. Nech pul ekan kaptar? Egasi ham yo'q. Mana bitta qora jup bor ekan. Qora jup ekan. Ham egasi yo'q. Qora jup ekan. Bu yoqqa o'taylik qani, bu yoqda savdo bo'lyapti shekilli. Mana ko'raylik qani, bu savdo bo'lyapti shekilli. Eronmi bu? Eron. Nech pul ekan buni narxi? 150 ming. 150 ming, ha? Alada ekan-ku. Siznikimi bu, aka? Sizdanmi bu? Ha. Qani bitta ko'rsating ham bobo, yaxshilab chiroyli qilib mana. Ana. Eron. Uchadimi aka? Uchishlari, o'yinlari bormi hamma yog'i? Endi o'yin olyapti, yosh ekanda. Demak, as ko'rsating qani, siz nima olib o'tiribsiz qo'lingizda? Sal pastroq qiling, yo yuzingiz tushursinmi? Mana. Bu nech pul ekan bu? 100 ming? 200 ekan, ha? Uchib o'yinlari bo'lsa kerak-da, ha? Garantiya mana. Sizi-da, Chubati Sizi. Osonmi? Moda ekan mana. Ana bitta oqcha ham bor ekan. Ana savdo bo'lyapti. O'zimiz kaptarvozlar savdo qilyapti. Ko'ngilga yoqqan bo'lsa yaxshi. Qani aka, oldingizmi? Assalomu alaykum. Qani bitta ko'rsatib yuboring qani. Mana. Narmikan, modami deyman-da? Moda ekan mana. Nech pulga oldingiz? 50 ga oldim. 50 mingga. Bizda Navoiy shahrimizda kaptarlar arzon. Arzon. Buni nar bormi shunga o'xshagan? Shunga o'xshagan naringiz bormi? Aralashga olgansizda. Chiqarasiz Navoiy bozoridan. Ha. Qayerdansiz? Navoiydan. Endi hamma viloyatlarda bor, Navoiyda yo'qda, shu uchun bir tashkillashtirdik. Ha. Bizning Mana. kattalar 15 mingdan oshmaydi. Ha, 10 ming, 15 ming Navoiyning kattalari 50 ming, undan ko'p bo'lmaydi. Xudo xolasa. 5 ming yo'llar. Setraq tashagan. Setraq tashagan. Ishlagan. Maqtanda buni men bunga bitta boytoq. Xo'sh, mana kaptallar yana. Mana kaptallar. Chorna xoslar bor ekan. Bir par chorna xoslar bor ekan. Nech pul ekan buni narxi? Olib bitta ko'rsatib boring. Chorna xvost, покажи, пожалуйста. Да, так, для видео, да? Mana, do'mi qoralar. O, chorna xvostlar. Mana, tiniq, abrizlari ham tiniq ekan mana. Cho'p prosish za них? Nech pul? 200 ming so'm mana. Eng arzon kaptarlar Navoiyda, o'zimizda shaharda 200 ming so'm. Mana bu xarskilar. Buxarskilar kimdan Buxarskilar? Zo'r ekan mana ular. Endi biz ham Navoiy shahrida kaptarlar mana shunaqada zot aralashib ketgan. Faqat uchib o'ynasa bo'ldi. Kimdan bu kaptarlar? Nech pul bo'lyapti akajon kaptarlar? 50-100. Ha, gap yo'q. Uchadi hammasi, ha?
Uchadi o'ynaydi, xudo xolasa. Mana bu yerda bir chiroyli qani bilaslardanmi, kosonchalardan bor ekan mana. Mana yoshgina kaptarvoz ukamiz. Isming nima sani? Kim? Sandanmi bu kaptarlar? Nech pul ekan kaptar? Zo'r ekan mana. Oy, malades. Nech pul sotyapsan bularni? Balan gapir. 50 ming. 50 ming, ha? Isming nima sani? Bagdan. Bagdan? Voy, mashallah. O'zing boqasanmi kaptarlarni? Bilan. Dadang bilan? Amakim. Amaking bilanmi? Ayam malades. Mana shu akamiz yaxshi bo'limini kaptarlar olib chiqadi har doim bozorga, mana. Do'xchubi. Aka nech pul ekan mana do'xchubi? 200 ming diyor. 200 ming, ha? 200 ming. 200 ming. Bu oqcha mana bu oq ham chiroyli ekan. Do'xchubi. Bular ham 200 mingdan, ha? Valyerdami bular yo uchadimi aka? Valyerda. Uchadi. Uchrasi. Shuni ko'rsating chiroyli ekan aka bir. Ko'raylik. Qo'lingizga olib ko'rsatsangiz ham mayli. Mana, sal pastroq tushiring. O. Mana Volyada do'xchubi. Volyada yurib uchar ekan. 200 ming so'm. Rahmat aka. Mana buni ham ko'rsatib yuboring endi. Ha, buni ham ko'rsatib yuboring do'xchubi. Mana bu. Mana do'xchubi. Bu ham Volyada. Dum qayeriyor. Dum qayirib yuribdi o'sha o'yinda. Rahmat aka. Bo'razam bor ekan mana. U xaylo deydi. Buni tuxumi foyda, ha? Rahmat aka. Tak, dalsh ko'ramiz kaptarlarni. Ana yana kaptarlar. Bitta chinni bor ekan. Shu o'zimiz Navoiyda. Endi ochdik kanal. Qarashangizni qancha? Yo'q, YouTube ham, Instagram ham. Aytaman hozir. Kaptarlar bor ekan. Bu do'stimizni kaptarlari, bu do'stimizni o'zi yo'q ekan. Qani ukajon bundoq qani? Mana kaptarlar. Bu kimdan ekan bu kaptarlar? Siznikimi? Nech pul sotilyapti aka kaptarlar? 80 mingdan, ha? Qani bittasini olib ko'rsating, qani jukni? Mana bu jukni ko'rsating, qani? Qayerdiki bu aka, qayerdan? Shaharnikimi shu Navoiyniki? Ha? Navbahordan. Mana Navbahordan kelibdi. Endi bizani Navoiy bilan Navbahorning orasi 10 kilometrlar bor-da, ha? Mana. Nech pul shu? 80 ming. Uchadi, o'ynaydi, ha? Ha, javob. Javob. Qancha bir 3-4 soat tushib berami? Uchadi. Ha. Gap yo'q, chiroyli ekan aka. Mana bu yoqda ham bor ekan. Mana ukajon. Mana kaptarlar. Ana kletka zo'r ekan. Kaptarlarni olib chiqib. Bu kimniki bu? Buni egasi kim ekan? Egasi yo'qmi? Deyma. Ey Dilmurod. Narxlarini aytish bo'lmasa-ki. Dima degan bir akamiz bor, kaptarvoz. Boshqa kaptar bilan ovora. Kaptarlari yaxshi ekan, yaxshi kaptarlar olib kelganman. Yo'q, ham bor ekan. Boshqa modasi yo'qmi ekan? Kichkinagina kaptar bozorimiz bor Navoiyda. Eski shahar bozori, ikkita bozor bo'ladi, subota kuni
Yangi bozorda Voskreseniya kuni eski shaharda. Ana. Hamma kaptarvozlar ishlaydi. E'tibor uchun rahmat aka-ukalar. Podpiska, like gazini bosamiz. Salomat bo'linglar.